हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, क्योंकि तुम ही हो. Bu nigohlar, bu tuyg'ular sizga tanish albatta. Kamida Hind filmlarida ko'rgansiz. Juda ham to'g'ri topdingiz. Bugungi qahramonimiz Bollivud qiroli Shohrux Xonning ijodiga juda ham havas qiladi va unga ijodiy taqlid qiladi. Xo'sh, ijtimoiy tarmoqlarda o'ziga xos kontentlar bilan muxlislar e'tiboriga tushayotgan yigit aslida kim va uning hayotiy qiziqishlari qanday? Birozdan so'ng hammasini birgalikda bilib olamiz. Men o'zi Hind kinolarini juda yaxshi ko'raman. Yoshligimizdan beri Hind kinolarini ko'rib o'sganmiz. Shuning uchun ham katta bo'lsam shunaqa Shohrixxonga o'xshagan aktyor bo'laman degan orzu-niyatlar bo'lardi. Va keyin har bir aktyor o'zgarish uslublari bo'ladi. O'zidan kelib chiqqan holatda rol ijro qiladi. Endi menikida ham sevgi muhabbat, sevgi muhabbat ham iloji boricha biz beg'ubor qilishga harakat qilamiz. Endi boshlanayotgan tuyg'ular haqida. Ijtimoiy tarmoqlarda o'ziga xos kontentlari bilan millionlab tomoshabinlar e'tiboriga tushgan yosh va iste'dodli aktyor Hasan Habibullayev Toshkent shahrida tug'ilib, voyaga yetgan. Avval o'rta umum ta'lim maktabida, keyin Toshkent radiotexnika va avtomatika kasb-hunar kollejida ta'lim olgan qahramonimiz o'z kasbini yanada mukammal o'rganish maqsadida O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutining Qo'g'irchoq teatri rejissyorligi yo'nalishida tahsil oladi. Instagramda faoliyatimni ukam Habibullayev Husan film olayotgan payti Odina degan o'shanda suratga olish maydonchasida boshlangan. U payt Instagramda qanaqa video qo'yish kerak bilmasdim. Kelinglar shunday video qilaylik deb aytilgan. Xo'p mayli deb o'shanda birinchi videomiz qo'yilgan. O'sha paytda endi podpishchik soni juda ham kam. Videolardan ko'ra rasmlarim ko'proq edi. Keyin bir hafta ichidami 70 mingtami 100 mingtaga yaqin prosmotr bo'lgan, lekin u katta son edi men uchun. Shundan keyin Instagram platformasiga juda ham qiziqib ketganman. Sog'inchim o'zing jonim bilasanmi? Mehrim senda jonim sezasanmi? Seni ko'rgim keladi dunyoda, yaka o'zimniki degim keladi. Hasan Habibullayevga tasvirga olish maydonchalari, kamera, motor, stop olindi degan so'zlar bolaligidan tanish. Sababi qahramonimiz mahoratli rejissyor, Begona bahor, Jiyda guli, Muhabbat bahori kabi bir nechta filmlarni tasvirga olgan ijodkor Ibrohim Rasulovning farzandi. Manada men kino rejissyor, yoshligimizdan beri kinoni suratga olish maydonchasida o'sganmiz. Shuning uchun ham o'zimni boshqa kasbda ko'ra olmayman. Va adam menga o'sha imkoniyatlar yaratib berganlar, ijodingni qil. Mana o'zingni jamoang bor, hammasi bilan kelishib, o'zingizdan kelib chiqqan holatda hech kimga ziyon yetkazmasdan manfaatli videolar qilinglar. Agarda menda shunaqa imkoniyatlar bo'lganda, sizlar aytiladi. Men ham shunaqa videolar qilgan bo'lardim deb aytganlar. Romantik qahramonlar qarimaydi deb aytgandi. Nigohlari va qarashlari Bollivud qiroli Shohrux Xonga, tashqi qiyofasi esa Gollivud aktyori Ben Barnsga o'xshab ketadigan qahramonimizning ijodiy rejalari ko'p. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlardagi yigit va qizning ilk tasodifiy uchrashuvi, yoshlar qalbida paydo bo'lgan ilk muhabbat tuyg'ularini o'ta nafis va beg'ubor holatdagi ifodasi ko'plab tomoshabinlarni maftun etmoqda. G'ururni kundan qilgani, mahkumi zindan qilgani, yig'latib xandon qilgani, ishq janobi oliylari, ishq janobi oliylari. Hasan Habibullayev hozirda bir nechta seriallarda turli qahramonlar rollarini ijro etib kelmoqda. Bekor gapirdingiz-da. Nega? Birinchi filmim, epizoddagi rolim Begona bahor. U paytda men bilan ukam 3,5 yosh bo'lganmiz. O'shanda adam bizga kelinglar syomkaga deb aytganlar, lekin biz surat maydonchasi o'zi nima, kino nimaligini bilmaganmiz. Adam bu yerdan bu yergacha yurib kelasizlar deb aytganlar.
5 martacha yugurganmiz. Lekin o'sha paytda biz bilmaganmiz nimaga yugurayotganimizni. Bolalarim topdim deydi-yu. Suydi yurak, kuydi dil, ko'zim yoshlab qolaman. Orada yana yillar o'tdi, keyin Jide Gulida suratga tushdim, Anvar Sobirov yoshligini ijro qildim. Undan keyin Jodugar kino kartinasida shunaqa kino nimaligini o'sha suratga olish maydonchasida bilganman. Voy, qo'rqma, qilavermayman. Qattiq ushla. Mazami? Bizani rejalarimiz juda ham ko'p. Ijtimoiy tarmoqda hozirgi paytda juda katta jarayonlar ketyapti. Bu jarayonni to'xtatib bo'lmaydi, chunki bu oqimdek tez va o'sha oqimdan tezroq bo'lish uchun yanada kreativroq narsalar qilish kerak. Tomoshabin kutilmagan voqealar qilish kerak. Shuning uchun ertayu kech har doim izlanishdamiz. Bizda hozirgi videolarimiz o'sha 20 sekunddan 1 minutgacha. Biz endi shuna qilmoqchimizki, Instagram serial qilmoqchimiz. Qisqa 2 minutdan boshlanib 3 minutgacha juda ham masshtabliroq narsalar qilmoqchimiz. Ijtimoiy tarmoq hozir juda katta ommalashgan butun dunyo bo'yicha va nimaga meniki ham iloji boricha so'zsiz qilaman, chunki butun dunyo tili bu ko'z tili. Shuning uchun ham ko'z qarash bilan butun dunyoga chiqishga harakat qilamiz. Haqiqatan ham ko'p videolarim butun dunyoga tarqalgan. Gollivud kino aktyorlaridan keladigan bo'lsak, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Johnny Depp juda yaxshi ko'raman ularni ham. Chunki har bir shu aktyorlar o'ziga yarasha uslublari bor. Masalan, Leonardo DiCaprio ham Titanic kinosida 21 yoshda bo'lgan. Adashmasam 21 yoshda bo'lgan. Maktabda ustozlarimizdan orasini chizardim, portretlarini chizardim. Mutaxassis emasman rasm chizishga, lekin o'sha maktab paytlari birinchi o'rin, ikkinchi o'rinni olganman. Layloyimsan, daryoyimsan, orzuyimda ro'yoyimsan, yuragim sof, havosi sen, oshufta qalb navosi sen, men oshig'ing, majnuningman, ham umrbod maftuningman. Menda ham shunaqa orzu bor, yaxshi bir film ishlash. Xudo xolasa, nasib qilsa, shunaqa butun dunyoga o'zbek millatini tanitadigan filmda suratga tushaman. Bu endi menda orzu emas, bu maqsad. Va shu rolda haqiqatan o'zimni yo'nalishimga kelib chiqqan holatda sevgi, muhabbat, ilk tuyg'ular haqida va oxirida melodrama bilan tugaydigan janrdan gapiramiz. Men Rezibni gapi bor, intervyusida aytgan. Biz ketganimizdan keyin bizni yaxshi ko'rgan insonlarimiz nima qiladi deb so'raganda, keyin Rezib aytganki, men bilmadim degan, lekin bizani yaxshi ko'rgan insonlarimiz bizdan sog'inadi degan. Agarda inson yaxshi inson bo'lsa, o'zidan yaxshi nom qoldirsa, albatta uni nafaqat yaqin insonlari, uni tomoshabinlari ham, muxlislari ham sog'inadi. Assalomu alaykum azizlar, mehmonxonalardan. Madina, qarang, to'xtang. Hozir siz salondan boshlasangiz, sizni hech kim ko'rmaydi. Ana sizga o'rgataman. Bo'pti, men sizga hozir mikrofonni beraman. Siz menga qanaqa qilib o'sha professional kontent qilishni o'rgating, chunki siz blogersiz. Mana, sizga mikrofonni topshiraman. Tayyormizmi? O'rtoqlar, Toshkentda yangi qad rostlagan Odnet shahri To'xto avtozomli hozir mehmonxonadamiz. Bu mehmonxona 2023-yil noyabr oyida qurib bitkazilgan. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda mana shunaqa foydali kontentlar qilayotgan yoshlarimizni ko'rib quvonamiz albatta. Instagram tarmog'ida Stories Uzbekistan nomi ostida faoliyat olib borayotgan tengdoshimiz Imranning hayotiy qiziqishlari qanday va uning faoliyati bilan bog'liq ayrim ma'lumotlarni hozir birgalikda bilib olamiz.
Assalomu alaykum hammaga. Men bitta zo'r manzaraga kelganman hozir. Sizlar bilan ham bo'lishim keldi. Ko'rishinglar mumkin, marhamat. Bu g'oya 3 yil avval Instagramda shu sayyohlarni kuzatib o'tirardim. O'zim ham yoshlikdan qiziqardim. Hobbi sifatida qilingan bu narsa hech qanaqa daromad yoki boshqa narsa uchun emas edi. Keyin vaqt o'tgan sari baribir o'sha ishni sevsangiz, o'sha ishga mehr bilan qilsangiz o'sha ishni vaqt davomida o'zi zinima-zini ko'tarilib, muvaffaqiyatga erishib kelaverasizda. O'sha qiziqishlarim 3 yil oldin o'shandan boshlangan. Yurtimizning chiroyli maskanlarini, yangi bunyod bo'lgan binolarni, shahrimiz mehmonlari va sayyohlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlarni o'ziga xos tarzda tanishtirib kelayotgan tengdoshimiz Imron Himranov Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida tug'ilib, voyaga yetgan. Qahramonimiz maktabda o'qib yurgan paytlaridayoq muomala madaniyati, kirishuvchanligi va intiluvchanligi bilan ajralib turardi. Imron shuningdek, 1 yildan buyon Yoshlar ishlari agentligi tashabbusi bilan tashkil etilgan Siyu O'zbekiston loyihasi bilan ham hamkorlik qilib kelmoqda. Xonanda Dilnoz Hakimovani Instagramga Reels olishga borganimizda qimmatbaho archa turgan ekan. Videoga olish mumkin emas deyishdi. Xo'p dedi. Undan tashqari, ya'ni ko'plab joylarda ham qanaqa desam bo'ladi. Mumkin emas deyshadi, lekin sababini so'rasangiz biz ham bilmaymiz, mumkin emas deyshadi. Biza uni olishimizdan maqsad chet elliklarga ko'rsatish. Bizda shunaqa chiroyli joylar bor. Ular ko'rib turizm sohasi rivojlanadi deb o'ylayman men. Sizdan har doim iliq fikr keladi. Negativ umuman yo'q, ijobiy hammasi qo'llab-quvvatlashadi har doim. Ko'rinish uncha ahamiyati yo'q deb o'ylayman, chunki hamma narsa bir-biriga zanjir bo'lib bog'langan. Instagramda video ko'rayotgan payt hook degan narsa bor. 3 sekund, maksimum 5 sekundda tomoshabinni jalb qila olish. U birinchisi. Bundan keyin musiqa, tanlangan musiqa, undagi kadr sifati, tiniqligi, o'tib berilayotgan ma'lumot. Hammasi 100% aniq, to'liq, zo'r qilingan bo'lsa, videoyi sizni u obunachi soniga ham qaralmaydi. U video tezda rekomendatsiyaga o'tib tanilishni boshlaydi. Ruscha o'zbektim. Inglizlarga yoki tarjimon orqali Google'da yoki tarjimon bo'ladi. Ular orqali savol beraman. Ularning javoblari har doim ijobiy bo'lgan. Rosa maqtashadi O'zbekistonni, ayniqsa taomlarimiz, milliy qadriyatlarimiz, milliy kiyimlarimiz. Ularga har doim rozi bo'lib ketishgan lekin. Daromad bu sohada menda birinchi o'rinda emas, birinchi o'rinda bu meni qiziqishlarim, hobbi sifatida o'sha. Lekin daromad to'g'risini aytaman, unaqa menga kelmaydi bu narsadan. Endi meni sekin-sekin vaqt o'tgan sari daromadga kiryapman. Endi yaxshi homiylik chiqadigan bo'lsa ham ishlash taklif qilishsa birga ishlardik. Yo'q demas edim. Hozir intervyudan keyin metroga borib, O'zbekiston metrosiga tushib, bitta kontent bor edi. O'sha kontentni olib, ijtimoiy tarmoqqa joylashim kerak. Xudo xolisa zo'r kontent, million prosmotrlar bo'ladigan umid qilaman. Hobbilarim xo'p, qo'shiq aytaman. Aktyorlik sohasiga qiziqaman. Ingliz tilini o'rganishim kerak. Undan tashqari telefondan ko'ra professional kamerada video suratga olib, hamma narsa hozir menda telefonda. Buni yanada yuqoriroq cho'qqiga olib chiqmoqchiman, mukammallashtirmoqchiman. Yaqin kelajakdagi maqsadlarim o'zimizda O'zbekistonda hozirgi kunda ko'plab mehmonxonalar ochilyapti, yangilanyapti. Misol Xiva, Xorazmda turizm sohasiga ancha e'tibor kuchaygan. O'zbekiston yangilangan qiyofasini chet eldagi turistlarga, sayyohlarga ko'rsatib berish.
shu darajaga yetib kelishimga sababchi bo'lishgan avvalambor ota-onamga rahmat aytmoqchiman. Ular har qanaqa sharoitda bo'lishidan qat'iy nazar meni qiziqishlarimni birinchi o'ringa qo'yishib, o'g'lim, senga ishonamiz. Faqat bizani yuzimizni yerga qaratma, to'g'ri yur, ishingni bajar deb aytishardi. Mana Xudo xolisa shunaqa darajaga erishib turibman. O'sha CEO O'zbekistonda hamkorim Saginiga ham rahmat aytib qo'ymoqchiman. Barcha yaqin do'stlarimga rahmat aytib qo'ymoqchiman. Mana yonimda bo'lishib, shunaqa darajaga kelishimizga Xudo xolisa bundan zo'r yutuqlarga erishishga va'da berib, O'zbekistonimiz ravnaqiga o'z hissamizni qo'shishda har doim davom etamiz. Bugun hayotimizni telefonsiz, ijtimoiy tarmoqlarsiz tasavvur qila olmaymiz. Sababi axborot oqimi tez davrda yashayapmiz. Albatta bu oqimga moslashishga majburmiz. Ammo ana shular orasidan foydali kontentlarni topib kuzatish ham muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Bu borada esa ko'plab tengdoshlarimizning faoliyati bizni quvontiryapti. Ular o'zlarining ijtimoiy tarmoqlardagi foydali kontentlar bilan vatanimiz ravnaqiga hissa qo'shishyapti. Birlari turizm sohasini yoritayotgan bo'lsa, birlari san'at sohasida juda chiroyli ishlar qilishyapti. Masalan, Ozodbek Obidov ham o'zining Instagram tarmog'ida milliy an'anaviy qo'shiqlarimizni namoyish qilib kelyapti. Keling, hozir uning fikrlarini birgalikda tinglaymiz. Ko'rguncha o'sha san'atga qiziqishim birinchi shu 4 yoshimda onajonim Ozodbek Nazarbekov shu ustozni qo'shiqlarini, kulishimni sog'indi kimlar degan qo'shig'ini va Begoyim qo'shiqlarini o'rgatib, tog'amni to'yda ijro qilganman. Ko'ngling qulfin buzib kirsam, bo'ronlardek to'zib kirsam, so'ng umidim uzib ko'rsam, yig'larmisan, kutarmisan? So'nggi bara yo'qlab kelsam, poyingga bosh qo'yib bo'lsam, mening telbam deya erkam, yig'larmisan, sevarmisan? Ozodbek Obidov Samarqand viloyati Ishtixon tumanida tug'ilib voyaga yetgan. Ota-onasi ijodkor bo'lmasalarda san'atsevar, shinavanda insonlar bo'lganlari uchun farzandimiz ham O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovga o'xshagan hofiz bo'lsin deb unga Ozodbek deya ism beradilar. Bolaligidan oila va yaqinlari davrasida qo'shiq kuylab katta bo'lgan Ozodbekning musiqa san'atiga bo'lgan mehrini ilg'agan yaqinlari Ozodbekni o'rta umum ta'lim maktabida o'qib yurgan paytlarida musiqa maktabiga olib boradilar. Maktabni muvaffaqiyatli tamomlab, Respublika musiqa va san'at texnikumida tahsilni davom ettirmoqda. Ozodbek Obidov texnikumda o'qish mobaynida ko'plab musiqa tanlovlarida ham ishtirok etib kelmoqda. Shundan keyin o'sha qarindoshlarning to'ylarida shu hirgoya qilib yurib, san'atga shunaqa qiziqishim yanada ko'tarilib borgan. Endi sahnaga intilganman, harakat qilganman. Keyinchalik 4-sinfimda musiqa maktab direktori bo'lgan. O'shalar meni topib, aloqaga chiqib, keyin musiqa maktabga chaqirishgan. Shundan keyin 4-sinfimdan boshlab shu musiqa maktabda ta'lim olishni boshlaganman. Chun qolsa indin bir zamon, hijron zor musiqa. Sardor To'yirov ustozimga borib shogird tushganimdan so'ng Bahrom Nazarov, Ozodbek Nazarbekov qisman shogirdman, lekin asosiy Sardor To'yirovni shogirdi bo'laman o'zim. Ustozimni yaqinda Navbat senga degan qo'shig'i chiqdi. O'sha qo'shiqni juda yaxshi ko'rib o'rgandim. Bir parcha aytib beraman.
Yana takroran senga imkonlar bergim yo'q. Yana takroran g'ururim yerga urgim yo'q. Navbat senga achchiq ko'z yoshni. Navbat senga endi yolg'iz yig'lashni. Zamonlar sen meni yig'latgan eding. Navbat senga endi yolg'iz qolishni. An'anaviy xonandalik yo'nalishida men shu yoshligimdan shu turli tanlovlar, hamma tanlovlarda qatnashib, shu o'rinlar olib kelyapman hozirgi kungacha. Bu yil Respublika musiqa va san'at texnikumini bitirib, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'at institutiga topshirmoqchiman, xudo xolasa. Maqom yo'nalishidan an'anaviy yo'nalishga keladigan bo'lsam, Rasul Qori Mamadaliyev ustozimizni, Fattaxon Mamadaliyev ustozimizni, Orifxon Xatamov ustozimizni, Hoji Abdulaziz Abdurasulov ustozimizni qo'shiqlarini juda ko'p eshitaman. Hozir Hoji Abdulaziz Abdurasulov musiqasi Fazli g'azaliga Vola Muhammasi bilan Bozorgoniy asarini ijro qilib beraman. Menga ko'rgizib necha qatlak majoningdan yuzda holi zulfi dudolaring. Menga ko'rgizib necha qatlak majoningdan yuzda holi zulfi dudolaring. Yoshirib necha meni hastadin buyingdan naduri pari bu ibolaring. Meni dardu hajr ila zor etib aynalamana yetib o'zgalarga davolaring. Instagram sahifamizda ko'proq postlar qo'yib, shu jonli ijroda video klip sifatida ko'proq joylaymiz. Qaldirg'ochlar ketdi uchib to'xtab qoldi charxpalaklar, qalbing kabi muzlab qoldi tarnovdagi yaxmalaklar. Chamanzorda bugun to'y bor xizmat qilar hofizginang, ruxsat bersin uchrashaylik sevgimizga qarshi enang. Ota-onamni rozi qilib, yaxshi inson bo'lib, bir elimizga, yurtimizga, kimga bo'lsa ham bir manfaati tegadigan inson bo'lish, ijodkor sifatida xalqimizga yaxshi xizmat qilish, xalqimizni ko'nglini olib, shu kelajakda yaxshi asarlar, yaxshi qo'shiqlar yaratib, shu ustozlarimizni yo'llaridan ketib, xudo xolasa, va o'zbek musiqa san'atini dunyoga tanitish, xudo xolasa. Atrofingda men sarson, chiroylisan hammadan. Aytgin sen menga qachon sevaman deb aytasan, sevaman deb aytasan. Mana bugun ham turli sohalarda ishlab muvaffaqiyatlarga erishayotgan, o'zini kasbini yaxshi ko'radigan, kasbidan zavq oladigan yoshlarimiz bilan yaqinroq tanishdik. Ozmi ko'pmi ularning hayotiy hikoyalariga quloq tutdik. Siz ham ana shunday yetakchi yoshlar qatoridamisiz? Unda bizni kuting. Keyingi qahramonimiz aynan siz bo'lishingiz mumkin. Yana Stimulda ko'rishguncha